Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmeler. İslam ve Biz programımızın 160. sanı görüşmelerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz uzun yıllardan bir devam kılıvatkan programımız. Her bir Müslüman, mümin, Kur'an ve sünnet nurda düşünüş gerek boğan xilma-xil mavzularını başta yemekan asasda devam kılıvatıdı. Allah subhanahu ve ta'aladan her programımızdan beşi ve ahirede sözlengen bu mezmunlarını haqiqiy to'g'ri tushunib, hayatımızda shuni yashab, tatbiqlab, Allohning rahmatiga erishgan bandalardan bo'la olsak degan umidimiz. Bu tilak bilan boshlayapmiz va oxirlashtiryapmiz. Tungi e'lonimizda bergandek bugungi temamiz xalqni kim yetaklaydi degan temada to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Albatta vaqtimiz yetgancha bu mu albatta müminning, Müslümanning bilishi kerak bo'lgan masalalarning biri. Programımızın daimlik aziz mehmoni hammalar tanışıp bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shundoqla dunyo Müslüman olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib gap bergani uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube va Facebook kanallarımız orqali naq maydonda tarqatilyotdi. Ekran aldı chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programımızga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita boshlab ketsak programımızga, hurmatli ustoz. Albatta, nihoyat muhim temalarning biri yo'q deganimdek, vaqtimiz yetgancha aytishga tirishamiz. Aldı bilen şu yetekçilik salahiyetiga bir milletni, bir xalqni yetaklash salahiyetiga kim bekirek münasip degan savoldan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Devletten tatip, cemiyet, teşkilatlar için yuqur dercilik, yetekçilik makamı yoki mensibi emili icra qila oladigan icra qiluvchilarning qo'lida bo'lamdi yoki ilmiy va fikriy soat yetishgan olimlarning qo'lida bo'lamdi degan savol bor. Xo'sh. Yoki boshqa qilib aytgan vaqtida yuqori darajalik yetakchilik mansibiga yoki maqomiga ilmiy jihatdan yetishgan olimlar bakrak uyg'un kelamdi yoki boshqarish, jamiyatni idora qilish mahorati tajribasiga ega bo'lgan shaxslar bakrak uyg'un kelamdi degan savol. Yoki mutafakkir bak uyg'unmi yoki dahiy yetakchi uyg'unmi? Yoki qurol egisi uyg'unmi yoki qalam egisi bakrak uyg'unmi? Narsadi. Mayli dahiy maqsad bu yerda siyosiy maqsad. Mutafakkir, olim bakrak uyg'unmi yoki dahiy sifatlik siyosatchi bak uyg'un. Ya qurol ko'tarib harakat qilgan, jihad qilgan mujohid uyg'unmi yoki qalam ko'rishi bilan fikr ochilgan, ongni ochilgan, yo'l ko'rsatib xarid chizalaydigan qalam sohibi bakrak uyg'unmi degan bu savollar har zaman, har davrda pat-pat maydonda ko'rinib turadi. Bu savol har vaqt insonlarning zehnida, aqlida, ko'ngilda bo'lsinmi? Sharoit yor bergan zamonlarda o'tirib chiqadi. Ya'ni erkinlik bo'lgan, fikr qilish, ifodalash erkinlik bo'lgan zamonlarda til orqali, tashviqot vositalari orqali hech bo'lmagan kitoblarningki qurlar orasida o'tirib chiqadi. Ammo hokimiyat mustabidlashib ketgan bir davr bo'lsa, yoki xalq kuch orqali, besim orqali, qo'rqinch orqali idora qilingan bo'lib qolsa, bu savollar o'tirib tashlanmaydi, yo'qolib ketadi. Albatta bu yerda bu selishtirishdan maqsad buzg'unchi rahbar bilan bir islohot sifatidagi bir olimni selishtirish maqsad emas. Bu aniq bir masala. Hech qanday vaqt buzg'unchi bir yetakchi bilan islohotchi bir olim selishtirolmaydi. Yoki aqlliq bir dahiy bilan olim bo'lgan bo'lsa, ojiz olimni selishtirolmaydi. Bu aniq masala. Olim lekin ojiz. Ya'ni birisi aqlliq dahiy sifatidagi odam. Buni selishtirolmaydi. Yoki kuchlik bir zolim bilan hokimiyat qarab olsak, yoki siyosatni qarab olsak, yoki lider qarab olsak, o'zi kuchlik, ammo zolim. Buning bilan adil lekin o'z ojiz bo'lgan bu odamni selishtirolmaydi. Buni hamma odam o'zi farq etadigan masala. Bizning selishtirmoqchi bo'lganimiz nima desa bu yerda ilmiy salohiyatga ega bo'lgan olim bilan icra qilish, yetakchilik qilish, jamiyatni boshqarish
salohiyatiga, mahoratiga ega bo'lgan shaxslarni selishtirish maqsad qilindi. Chunki ba'zi kishilar qarasak, ilmiy jihatdan, fikriy jihatdan yuqori mahoratga, yuqori saviyaga erishgan bo'lsa-mu, ammo uningki kishilarni idora qilish, kishilarni boshqarish, jamiyatni idora qilish saviyasi yoki iqtidori ojiz bo'ladi. Ilmiy saviyasi yuqori, fikr qilish saviyasi yuqori, ammo jamiyatni idora qilish, boshqarish iqtidori ojiz bo'ladi. Yana ba'zi kishilar bor, buning ilmiy qobiliyati, fikriy qobiliyati ojiz bo'lsa-mu, ammo jamiyatni idora qilish, jamiyatni yetaklash kelgan chog'da uning mahorati yuqori bo'ladi. Demak, mana mushu ikki tur bor bu yerda. Yuqorqilari boshqa tur, mush ikki tur. Mush ikki turningki qaysi jamiyatni yetaklab manishqa, xalqni idora qilib manishqa qaysi bakrak uyg'un. Ya'ni bu yerda ishonchlik olim xalqni yetaklash bak uyg'unmi yoki kuchli bo'lgan rahbar bakrak uyg'unmi? Qaysini hammaning oldin o'rin turdi, qaysi keyin o'rin turdi, qaysi ergish lozim degan bu savollar bir aniq javob berishga muhtoj. Biz bu muqaddimada buning javobini bilamiz, faqat savol shaklida o'tirib qo'yamiz. Buni keyingi temalarimiz to'xtalamiz. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi yuqorida so'zlagan nimalarga asosan endi islomda ilm ma'rifat yetakchimi yoki ish harakatmi degan bir savol chiqaryapti. Bu Uyg'ur jamiyatida boshqa jamiyatlardan sirtdagirak Uyg'ur jamiyatida aniqlashga ham aniq tushunishlik eng muhim temalarning birisi. Xo'sh. Ilm ma'rifat sohibi yetakchilik qilamdi yoki kuch sohibi, ijrochi, mayli siyosatchi bo'lsin, mayli mujohid bo'lsin yoki boshqa birisi bo'lib ketsin, bu qaysini yetaklaydi, qaysi yo'l ko'rsatdi, qaysini boshqardi degan bu savol. Xo'sh. Buyuk olim Imom Buxoriy Sahih Buxoriy nomli hammalarning tanishib qo'ygan kitobining beshida ish harakat boshlashdan ilgari bilim ma'rifatli bo'lish lozim degan bir bobni o'tirib qo'ydi. Ya'ni ish qilishdan ilgari, harakatga o'tishdan ilgari qanday ish bo'lishini qatnashar, dastlab odam nim bo'lish lozimsa, buningda bir ilm ma'rifat bo'lish lozim. Ong bo'lish lozim, sog'lom bir tushuncha bo'lish lozim degan bir bobni boshlaydi. Imom Buxoriy buni Qur'oni Karimdan va payg'ambar alayhisolamning hadislaridan bir qancha dalil keltirdi. Mesela İmam Buxoriy aytgan dalillarni qatardi. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Allohdan boshqa ilohning yo'q ekanligini bilishing lozim degan mush oyat karim dalil qilib turib Imom Buxoriy har qanday ishni boshlashdan ilgari, planlashdan ilgari, ijro qilishdan ilgari odamda bilish, tushunchaga ega bo'lish bu muhimdir. Xo'sh. Chunki Alloh taolo insonlarni, musulmonlarni ilm ma'rifatli bo'lishga tashabbus qilgan. Hem ilim ma'rifat sahibi bo'lgan olimlar kelsak, bular payg'ambarlarningki izbosarlari. Olimlar payg'ambardan nimani meros olgan desa, ilm ma'rifat meros olgan. Payg'ambardan qolib qolgan narsa nima desa, nur. Ilm ma'rifat, fikr, sog'lom fikr. Oltin qolmadi ulamolarga. Yoki mansab qolmadi, yoki qasr saroy qolmadi, yoki tuproq qolmadi qolib qolgan narsa, ulamolarningki payg'ambarga merosxo'r bo'lgan bo'lsa, qolib qolgan narsa esa ilm ma'rifat. Bu olimlar payg'ambar merosxo'risi, mishal merosxo'r bo'ladi. Qaysi bir olim bu payg'ambarningki ilmiga merosxo'r bo'la olgan bo'lsa, bu odam yetakchilik qilish sohasida to'liq bir salohiyat ega bo'lgan bo'ladi. Chunki payg'ambarning yo'lini tutgan, payg'ambarning ko'rsatmasini o'zlashtirgan, ilohiy nur bilan aqlini, vujudini, fikrini yo'ritgan bu shaxsning to'liq salohiyati vujudga chiqqan bo'ladi. Qaysi bir kishi ilm ma'rifat elish yo'lida otlangan bo'lsa, Alloh taolo u kishining jannat kirish yo'lini osonlashtirib beradi. Ya'ni Imom Buxoriy buning dalil kelib, innama yaxshalloha min ibadil ulama. Eng yaxshi kishi kim desa olimlar. Allah'dan qo'rqadigan eng yaxshi kishi kim desa, siyosiyonmi uni demadi. Mujohidmi? Albatta bor buning hammasi, lekin bu yerda qo'yilgan eng e'tiborli sifat nima desa, ilm ma'rifat sifatida o'tirib qo'yadi. Allohdan eng qo'rqadigan olimlar. Yana boshqa oyatda va ma yaqiluha illa al-alimun. Voqeliklarni, hadislarni, ishlarning oldikayni ko'rinishini, kelib chiqilgan natijalarni buni kim anqara oladi, kim tushuna oladi desa, buni Qur'oni Karim, ya'ni buni olimlar dedi. Yani hal yastawillaz ya'lamu vallaz la ya'lam. Biladiganlar bilan bilmaydiganlarni kim bo'lishdan qanday maqomda bo'lishiga qatnasa ikkisini tang o'rin qo'yg'ini bo'lamdi degan bu oyat karimaning dalil ekan. Shuningdek yana payg'ambarimizningki may yuridulloh bi xayran yufaqqih fid-din. Alloh taolo kimga yaxshilikni ato qilsa, uningki diniy tasavvurini, diniy tushunchisini, diniy engini
oshirib uni taqiq qiladi, uni olim qiladi degan bu payg'ambarimizning hadisining dalil qildi. Xo'sh. Demak, bu yuqorqi dalillarga asosan nima tushunalamiz? Ilm, ma'rifat ish harakatining yo'l boshchisi va yetakchisi hisoblanadi. Ilm, ma'rifat ish harakatining yo'l boshchisi va yetakchisi hisoblangan ekan, unda bo'lgancha ish harakat, ya'ni ijro qilishdan iborat qaysi ish harakat bo'lib qolsin, bu nimaga bo'ysunib mang'ud agishib mang'ud bo'lsa, ilm, ma'rifatga agishman. Ya'ni bu deganlik eng yuqori darajalik yetaklash maqomi kimning qo'lida bo'ldi desa, olimlarningki va tafakkur qila oladigan fikr sohiblarining qo'lida bo'ldi. Ijro qiluvchilar fikr sohiblariga, aql egillariga, bilim odamlariga agishib mang'udi degan bu xulosani yuqorqi oyatlardan va payg'ambarimizning hadislardan buni yakunlagan bo'ldi. Ya'ni gapimiz xulosalangan vaqtida ilm, ma'rifat ish harakatininki yo'l boshchisi, yetakchisi. Allah razı olsun. Endi yuqoridami biraz tilg'alindanmi shu Qur'on Qur'onga agishamdi yoki dal aksimi degan masalan bu masalami aydınlaşı echilish kerak bo'lgan masalandi. Bu menayte nazuk masalalarning birisi. Allah razı olsun cihat qilamiz deb cihat maydoniga atlangan. Cihat qilamiz deb o'zining hayotini mush yo'lga atagan, qiyinchilikqa bardosh qilgan bu qarindoshlardan Allah razı olsun. Chunki jonni atab Allah'ın savabını izlep yo'lga chiqish bu oson ish emas. Oilasidan, urug' tuqqanlardan, yana bir nasldan, yaxshi turmushdan, farovon hayotdan yoki yuqori maoshdan voz kechib qildigan bir ish. Bu faqat bir tarafdan, ammo biz jihatninki umum tarafini o'z ichiga olganligi, keng doira ekanligi haqida ko'plagan darslarni to'xtaldik. Am bu yerdagi quroldan maqsad cihat maydonidagi qo'mondonlar. Cihat maydoniga rahbarlar maqsad qilindi. Yani Kur'an aldığını korun turamdı ya ki Kur'an sünnet aldığını korun turamdı degan. Bu yerda Kur'andan maksat Kur'an tutadigan shaxslar. Yani Kur'an tutuş işlerde yetakchilik qiladigan qo'mondonlar, rahbarlar ko'z tutuldi. Ham Qur'oni Karim kelsak va payg'ambarimizning sunnatiga kelsak, bu cihat ahkomlari, cihatninki prinsiplari va cihatninki tushanchalarninki manbasi hisoblandi va shu vaqtning o'zida yetakchi hisoblandi. Cihatning manbasi nereden kelib chiqadi Qur'oni Karim. Cihatninki ko'rsatmalar nereden elindi bo'lsa, Qur'ondan va sunnatdan. Yo'l boshchi kelsa cihatning kunda bo'lgan chaqda Qur'on bilan sunnat. Bu hammalar biladigan ham mujohidlar ham tushunadigan tema. Ham Qur'on bilan sunnat har qanday bir musulmon uchun, qo'mondon rahbarlardan sirt har qanday bir musulmon uchun cihat prinsiplari, cihatninki tushanchalari shar'iy jihatdan bir ilmiy manba va yetakchi manbasi hisoblanganligi bu har biraylar bilishga, tushunishga tegishli bir masala. Ya'ni buni nima demoqchi bu gapda endi? Albatta o'limda biz Qur'on sunnatga tayinib ish qilyapmiz qo'y. To'g'ri? Agar Qur'on sunnat tayinib ish qilmasa, o jihat olmaydi. Xo'sh. Agar oshqinlik bo'lib bir musulmon zarabasi jihat olmaydi. Agar passivlik bo'lib jihat qildigan yoki kelgancha o'tirib olgan bo'lsa, u yana o cihat olmaydi. Cihat yo'q, Qur'on sunnatninki prinsiplariga ko'rsatma uyg'un bo'lish lozim. Ya'ni bu Qur'on sunnatni sog'lom, uning prinsiplarini ko'rsatib, qoidasini o'ttirib qo'yib beradigan har bir musulmonning qo'lidan kelamdi, kelmaydi. Xo'sh. Demak, buni payg'ambar mirosxo'r bo'lgan, payg'ambardan bu oyatlarning, hadislarning tafsir bayonini olgan olimlarning ergashgan vaqtida bu cihat dal joyidagi sog'lom bir cihatga aylandi. Yani bu yer demek olan gap, her bir sahadaki qo'mondon rahbarlar ilmi sahadaki yetakchilarga ergishmasa endin to'g'ri bo'ladi. Her bir sahadaki qo'mondonlar, yetakchilar ilmi yetakchilarga, yani ilmi yetakchidan maqsad olimlarga, olimlarningki ko'rsatmalariga, ularning maslahatlariga, fatvolarga ergishib harakat qiladi. Çünkü Qur'on sunnatning eng yaxshi, eng sog'lom, tushuna oladigan, ko'rsatib bera oladigan, yakunlab bera oladiganlar kim desa, olimlar. Ya'ni bu deganlik hamma shularga bog'liqmiz. Bu jihatninki prinsiplari, jihatning ko'rsatmalari, jihatning musulmon bilan bo'lgan aloqasi, kofirlar bilan bo'lgan aloqasi, xalqaro diplomat bilan bo'lgan aloqasi bugungi o'xshash, yer sharilishib ketgan dunyo qanday munosabati bo'lsa, do'st dushman uqubiga o'xshab bu ko'rsatmalarimiz nereden chiqadi desa, Qur'on sunnatdan chiqadi. Buni kim bayon qilib berdi desa, olimlar bayon qilib berdi. Endi bu yerda har bir rahbarlarningki
Harbiy ishlarni ijro qilishga aloqador sohalar bor. Xo'sh. Ijro qilishga aloqador sohalar. Buningda kim usta, kim bosh turdi, kim yetakchilik qilsa, harbiy qo'mondon. Harbiy taktikalar bor. Naq maydon, naq sharoit, qanday pozitsiya bildirish yoki darhol ish qilish yoki ish qilmaslik, oldiga qarab ilgirlash yoki chekinib turishga o'xshash bu xil sohalarda yan kontrol yoki yetakchilik kimdan qo'lida desa, bu yerga vaqtida bu harbiy qo'mondon. Ishning ahlida. Ishning ahli. Demak, bu yerda har bir narsani o'zininki yo'lida bilish lozim. Olimlarning qilgan ishi jihatning prinsiplarini, jihatning ko'rsatmalarini, tushunchalarini bayon qilib berish. To'g'ri bo'lgan, xato bo'lgan tarafini bayon qilib berish. Jihatning farzligini, jihatning hech qanday vaqtida amaldan qolmaydiganligini, jihat qilishning har bir musulmon farzligini bayon qilib berish bu olimlarningki yetakchiliklik bir mas'uliyat. Ammo jihatni qanday qilib berish, qanday taktik qo'llanish, qanday usul qo'llanish, qanday texnikalarni yetishtirish, qanday qurollarni shakllantirishdan iborat ya ishlab chiqarish iborat. Bu mahoratlardagi yetakchilik kimdan qo'lida desa, bu albatta mutag'ayyirat qatoridagi, o'zgarishlar qatoridagi ish bo'lganligi uchun bu harbiy sohadagi qo'mondonlarniki, rahbarlarning qo'lida. Buni aniq ayirish, bilish lozim. Bu noktada bir delil süptüle. İki alimden sözünü eklersek takımı yaxşı olurdu. Bu tanıştık olan çoğun alim. Birisi İmam İbn Taymiye. İmam İbn Taymiye şunları. Kılıç götürüş. Bugün zaman tili boyunca kural götürüş. Yani cihat hareket kılış. Cihat bilen şoğullanış. Cihat hareket şekillendiriş. Bu emel kılışka alakadar işlerin katarı hesaplanır. Emel kılışka alakadar işler ilim mərifətke ergişidir. Xo'sh. Amal qilishga aloqador bu ish ilm ma'rifatga va tafakkur ahlining ko'rsatmasiga ergishadi. Dinimizda, ya'ni islomda qilish, ya'ni qilish ko'tarish, ya'ni jihad qilish bu Qur'onning ko'rsatmasiga ergishmaydi. Qur'onning ko'rsatmasiga, sunnatning ko'rsatmasiga qarshi chiqib, zid qilib u jihad qilinmaydi. Xo'sh. Qur'on sunnat ilmini yaxshi o'zlashtirgan olimlar bo'lsa, ya'ni haqiqiy olim topilsa, vaizlar emas bu yer. Men eskartib deymanki, meydanga chiqib olgan, hamma yerda qo'ldilab yurgan vaizlar emas, haqiqiy ummat e'tirof qilgan olimlar bo'lsa, faqihlar bo'lsa, fuqarolar bo'lsa, jihad harakati mush fuqarolarning, mush ulamolarningki jihadning prinsiplari va o'lchamlari degan bo'yicha elib berilsa, u vaqt islomning asoslarini saqlab qolgan bo'ladi. Bu zaman 12-asrdagi mujtahid mutafakkir olimning o'tirib qo'ygan ko'z qarash. Agar jihad qildik deb olimlarning ko'z qarashi elinmasa, olimlarningki ko'rsatmasi, Qur'on sunnatdan olgan yakunlari mujahidlarga bir munarning sifatida, ko'rsatma sifatida, o'lcham sifatida bo'lmay qolib qolsa, bu yerda qalayimqanchilik shakllanadi. Jihad nomida qalayimqan shakllandi, islom zid ishlar olib berildi, islomningki maqsadlari chetqa qilindi, islomning ro'y satlashtirdi. Buni biz 5-6 yil ilgari ki yüz bergen, cihat namıda yüz bergen, İslam devleti namıda yüz bergen, haribiylik namıda yüz bergen, vahşi harekette bunu gördük. Cihat qanchalik bir zulüm paydo qilganligi, islomning prinsiplari, islomning maqsadi qanchalik bir zarba ekkanligini, dushmanlar bermagan zarbani saqlanligini ko'rdik. Buni Ibn Taymiyaning bu so'zidan islomning asos saqlaymiz desak, cho'qim yetishgan olimlarningki ko'rsatmalari asos elib berilsa, bu cihat haqiqiy cihat oldu, islomning prinsipi endi saqligini bo'ldi. Eğer alimliğe geçmey, alimin ko'rsatmasini tutmay, men jihad qilgan kishilar o'zini hammadan muqaddas sanab, yoki bu alim jihad meydan bo'lmaganligi uchun buningki fatvosini, buningki ko'z qarashini elish bo'lmaydi deb o'zini mufti o'rnida, o'zini mujtahid o'rniga qo'yib olsa, men bugunga o'xshash bu xil qalaymiqanchilik, bir-birini e'tirof qilmaslik, bir-birini o'zining o'rnida qo'ymay, egizpaschilik, normalsiz sharkat olib berish ahvollari yuz berdi. Bu birdi. İkincisi, yani bir alimde eklenimiz, yani bu yukarı sözün nemin düşünelemezse, ilmi cihat, emeli cihatının, ya harbi cihatının ki asas hesaplandı. Hem ölçüm hesaplandı. İlmi cihat yanım değil. Kur'an sünnetinin ki maksatları, Kur'an sünnetinin prensipleri, talimatları asası cihatının nerede farz olduğu, nerede musahab olduğu. Qandaq elib berilganligi, buningki vositaları, taktikalarni ijtihod dedik. Buning prinsiplarini bayon qilish, ham bu jihatning faqat qurol ko'tarish bilan emas, bugungi kunda o'sha tashviqot orqali elib berilganligi.
istixbarat orqali jihad elib berilganligi, amaliy naq maydonda elib berilganligi, musulmonlarning kimligini qo'g'dash bilan elib berilganligi, islomning prinsipini mudofaa qilish elib berilgan iborat. Mushning hammasi ilmiy jihatimiz, ilmiy jihat. Bu faqatla bir doirada cheklanib qolmaydi bu ilmiy jihat. Demak, bu ilmiy jihat qurol ko'tarishdan iborat jihatninki, amaliy jihatninki asosiy hisoblanadi, ham jihatning siyosatlari. Jihatning tasavvur tushunchalar buningki o'lchami hisoblanadi, ilmiy jihat. Ening kaydan bu jihat sog'lom o'zining yo'lini topib qadam bosadi. Bu vaqtda imom buyuk olimlardan birisi imom Faqih Abu Bakr Jassas shunday deydi. Qilich orqali jihad qilish ilmiy jihat usti quriladi deydi. Qurol ko'tarish, jihad harakati qo'shilish, jihad olib berish bu ilmiy jihatni asos qilib turib mangadi deydi. Yani ilmiy jihatdan yetakchilik bo'ysunib mangadi deydi. Ham ilmiy jihatning bir tarmoq hisoblanadi qurolliq jihad qilishdi. U bo'lmas qaraqchilik qildi ekanmi? Chunki shunga jihad ahlining, ya'ni mujohidlarningki ilm ma'rifatninki Qur'on sunnatdan ilgan ilm ma'rifatning taqozini hal qilib chiqib ketishi bu to'g'ri emas. Xo'sh. Demak, ilm ma'rifat asos, qurolliq jihad qilish ilmiy jihatninki bir tarmoqdir. Bu imom Faqih mujtahid olim Abu Bakr Jassasninki bayoni. Yuqorida Ibn Taymiyyaning bayoni. Buningdan olim mujohidga ergashamdi, mujohid olimga ergasham degan bu savolga aniq javob bergan bo'ldi. Buni qarindoshlarimiz aniq bilishi lozim. Jihad qilmaganlik uchunlar bo'z yo'q. Bu jihadning turi keng. Qurol bilan qildigan jihad va tarixdan biri olimlarimiz jihad qilib kelgan. Hatto Ibn Taymiyya Mo'g'ullar eng dastlab maydonga chiqib jihad qilgan olimlarningki peshvasi. Yuqortilgan qaramiz. Qurol ko'tardigan yer qurol ko'taramiz, qalam ko'tardigan yer qalam ko'taramiz. Ilmiy jihad va ilmiy jihad qilamiz, fikriy jihad va fikriy jihad qilamiz. Siyosat bilan qilgan jihatni uni qilamiz, hammasining o'zininki maqomi. Bir bo'lak odamlar uni qiladi, bir bo'lak odamlar buni qiladi. Ma bugungi o'xshash saat bo'lsin yoki maqom ya sharoit taqozo qilgan yerda bu jihatning ahkomlari, ko'rsatmalari yoki uning turlarini bayon qilish, qanday qilgan jihat haqiqiy jihatni bayon qilish iborat. Bu ko'rsatma bayon qilish bumi jihatninki dastlabki asosiy o'lcham. Buni kim qila oladi yo kim tutib menish lozim desa buni haqiqiy o'limadi, va izlamas. Buni qarindoshlarimiz obdan anqirash lozim. Agar Qur'on sunnatining bo'yicha, Qur'on sunnatining ro'yi bo'yicha jihad qilamiz degan bo'lsa. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Nəhayət təfsili içildi haqiqatan. Xaritin sizdigan, yo'l boshlaydigan, nurluq chiraq buldigan. Har doim har qanday millatning ichida aslida shu strategiya tuzib mangadigan bir mingala bo'g'ashqa davlat bo'ldigan. İki türlük yuqori tilgangan bu iki türlük yetakchilikni birlashtirish mumkin mi yoki mumkin emasmi? Bu yerda ikki turli yetakchi bor. Birisi ilmiy yetakchi, ulamo, olim. Yana birisi ijrochi. Mel ijro siyosatdagi ijrochi bo'lsin, jihad maydonidagi ijrochi bo'lsin yoki ijtimoiy sohada qaysi sohada bo'lib ketsin. Bu yerda ikki turli yetakchi bor. Ilmiy yetakchi, ijrochi. Buni birisidan kuchlantirganlik yaxshimi yoki birlashtirganlik yaxshimi degan savol chiqadi. Agar buni birlashtirish, menda bir savol. Birlashtirmasak ikkini tang akilib oldikayni qilgani yoki birisi yordamchi bizsini cho'ng bizsini kichik qilgan. Agar birisini yana bir kuchlantirmasak, birisi kuchga ega, yana birisi chetqa qiladi deydi. Bunday bir yakun chiqadi. Ya'ni bu masala ilmiy yetakchilar bilan ijro sohasiga naq maydon ijro qilayotgan bu yetakchilar orasida bir tangpongliq shakllantirish va kuchlantirishga munosabatli masala. Tangpongliq qanday shakllanadi? Biz yuqorida bir jihatdan misol oldik. Olimlarning qildigan ishi ma'vu, mujohid qo'mondonlarningki qildigan ishi ma'vu. Tangpongliq bu. Ya'ni jihatning prinsiplari, jihatning ahkomlari, jihatning tushunchalarini kim bayon qiladi Qur'on sunnat ro'y asosida olimni o'tirib qo'ydi. Bu asosda mujohidlar uni tatbiqlaydi. Bu ikkisi bir-birini to'liqlaydi. Xo'sh. Agar yo'q bizlar qilamiz desa bir taraf chatqa qiladi, bu yerda ish odatda chiqmaydi. Odatda kuch kimning qo'lida bo'lsa, shu jamiyatdagi olimlarmi, ilm ahillarimi shuning siyosatiga qarab fatvo beradigan, shuning siyosatiga qarab shu yaxshi ko'radiganroq gaplarni ko'proq qildigan bir jamiyatni ko'ramiz qo'yamdi. Afsus. Bu xato. Biz balki agar vaqt bo'lib qolsa biroz to'xtalamiz. O'lama qanday o'lama bo'lish lozim?
Sultan ölümalar var bugün. Faqatlam diniy ulamalar emas mesela. O maksat Fanni ziyolildan tortib ham millatni yetaklaydiganlarning hammasi. Şu an biz ilmiy yetakchidir. Şu bir tar doir kirib qolmaslik uchun haqiqiy ilmiy sohaga, ilmiy sifatga ega yetakchilar deb umum doirani tilga oldik. Faqat ulamalar deb da'vo qilmaslik uchun. Gerçi bu shar'iy sohatga yetakchilik ulamalar xos va boshqa masalan fizik sohada, astronomiya sohasida, tarix u bilan bilmaydigan sohadagi bo'lqas ulamalar, uningki ulamosi ayrim. Xo'sh. Buni eskartib qo'yaylik. Agar bu ikki yetakchini birlashtirish mumkinmi yoki kuchlantirish afzalmi degan bu savolga kelsak, agar ikki turli yetakchi, ilmiy yetakchi bilan naq maydon yetakchi birlashtirish mumkin bo'lib qolsa, bu bek foydali. Ishning to'g'risi shu. Chunki ikki yetakchini ilmiy yetakchi bilan naq maydondagi ijro sifatidagi ijro qilishni birlashtirish mumkin bo'lib qolsa, nurg'un imkoniyatlardan foydalanib bo'ladi. Ham ikki tarafning surkilishi, to'qinishi, kuch chiqarishi yoki gavda ko'rsatishga o'xshash bu xil illatlar saqlanib qoladi bo'ladi. Chunki bizning usul fiqh degan, ya'ni Qur'on sunnatni tahlil qilish, tushunish asosiga bir qoida, bir fan. Nəhayət mühim fənnamızmış. Mən özümlə qatçı təfsirçi olub getirmən, Qur'anın tərcüməsini oxub molla olub bilməyənməsə düşənəm. May bilim bilməy turub qaz xata alışıdır. Bugünkü bir qism qarindaşlarning xata yo'l kirib qolishining sababi bu ilmning qoidasi bilan kirmaganlikdan kelib chiqdi. Ya'ni usul fiqh shunda bir qoida. Agar ikki ishni birlashtirish imkoniyati bo'lib qolsa, ya'ni birlashtirish maqsad tang apmash ikki ishni, tang apmash imkoniyati bo'lib qolsa, birisini olib, yana birisini olmagandan yaxshi. Mesela bir yanda ilmiy yetakchi var. Bu yanda harbiy yetakchi var yoki siyosiy yetakchi var. Qaysinasi? Agar ilmiy yetakchi bilan siyosiy yetakchini yoki ilmiy yetakchi bilan harbiy qo'mondon yetakchini ikkisi tang moslashtirib, etnash imkoniyati bo'lib qolsa, nurg'un kuch tejilib qoladi, surkilishdan, to'qinishdan oldinda nurg'un foyda keladi. Xo'sh. Agar birisini olamiz, siyosatchini olamiz, o'limani tashlaymiz, olimni. Yoki olimni olamiz, bu siyosatchini yoki harbiy qo'mondonni e'tirof qilmaymizsa, bu yerda nurg'un ziyon kelib chiqadi, nurg'un imkoniyatdan, nurg'un sharoitdan quruq qoldigan ish kelib chiqadi. Shu usul fiqhda ikki ishni qanday ish bo'lib qolsin, birlashtirish imkoniyati bo'lsa, birini olib, yana birini olmay qilgandan bu afzal deydigan aniq bizniki qoidamiz bor. Endi buni tafsilotini ikki shaklda bir az ochaylik. Bu ilmiy yetakchi bilan ijro yetakchisini qanday qilgancha birlashtirganlar buni ikki turli shakli bor. Birinchisi, eng ilg'or shakli ikki xil sifatni birlashtirgan bir odamni yetakchi qilish. Uning ilmiy salohiyati bor, ham qo'mondonlik yoki rahbarlik yoki yetakchilik deylik. Siyosat bo'lsin yoki ijtimoiy hammasi, faqat harbiylik emas, yoki tashkilotchilik bo'lsin. Ilmiy salohiyati bilan boshqarish salohiyati, boshqarishda birlashtirgan odam topib chiqish. Bu gul bo'lgan bo'lsa. Gul bo'lgan. Agar tepilsa, tariximiz ko'p takrorlangan, ko'p tashabbus qilingan. Yetakchilikning eng yuqori maqomi Peygamberlerin en ahirsi olan Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı namayın bu. Bunu bazı peygamberlerime kıyım. Mesela bazı peygamberler özünün kavmini başqarış, halkını idare qilish, devletini idare qilsa, ilmi cihetin ve emeli cihetin yetakchilik qilgan. Mesela peygamberimiz shunday dedi. Banu İsrailni, Yahudilar, hozir mujohidlar. Bunu kim idare qilmayapti desa, peygamberlar idare qilmayapti dedi. Diniy jihatdan yetakchilik qiladi. İlmi cihati yetakchilik qiladi, siyosiy jihatdan va boshqa jihatdan yetakchilik qiladi. Bu faqat yetakchilik bir tarafdan o'zi chiqolmaydi. Bir payg'ambar bularga yetakchi bo'lib kelgan, bir payg'ambar o'lib ketsa, keyindan yana payg'ambar dedim bilsa, yetakchi bo'lib keladi dedi. Oqima qanday kelgan bu Yahudilarga. Adam bo'lmaganlikdan to'xtamay kelgan. Eng ko'p payg'ambar. Eng ko'p payg'ambar. Bu fazilat emas, abgalaqadan gap anglamasligidan shunga payg'ambar kelavergan. Endi payg'ambarimiz dedi, men ma ummatimni ikkili sifatlar yetaklayman. İlmi cihetten nur arqılıq və arqılıq hem emili devletninki qo'mondoni sifatı bilan yetaklatmadım. Men deyken bu ummatni yetaklaydigan payg'ambar kelmedi. Payg'ambar men bil tugdi oxirgi qismi. Men deyken xalifalar qilgan, mening yo'limni tutib maqadigan sodiq izbasar musulmonlik keladi. Buni xalifa degan, ya'ni payg'ambarning yo'lidan ayrilmaydigan samimiy musulmon izbasar. Xo'sh. Mushularning yo'lini tutib maqlar. Bularning haqqini ado qilinglar dedi. Hadisdan keyin oxirgacha. Demak, endi bundan nima tushunalamiz? Payg'ambarimizning bu hadisdan to'g'ri yo'l tutmagan xulafai roshidin deb atalganmiz islom tarixida. Bu hokimlar, bugungi zamon til bo'yicha liderlar yoki yetakchilar va ularga ergashganlarimiz olim ham donishmand kishilar. Bular bir tarafdan olimiz, yon bir tarafdan mujtahidlar.
Hem jamiyatni boshqaradigan, yetaklaydigan siyosiy yönetme şu vaqtning o'zida harbiy qo'mondant. Ham ba'zilari maslahat, kengash sohasida kengash beradigan parlament odamlar edi. Demak, bu sahobalarda Xulafoi Rashidin va shuningki to'g'ri yo'l tutib manganlarda bu xil fazilat, bu xil sifatning hammasi topilgan. Xo'sh. Shu bu islom tarixidagi bu o'rnakli jiqi. İslam tarixi. Bu o'rnak asosan olimlarimiz bu hokim bo'lgan, lider bo'lgan, mayli tashkilotning bo'lsin, yoki bir millatning bo'lsin, yoki bir davlatning bo'lsin, lider bo'lgan odamda ilmiy yetakchilik salohiyati bilan ijroqli salohiyati tang topilsa, eng to'g'ri shu deydigan bu qoidani o'tirib qo'ygan. Ham afsuski, nafs to'g'ri yo'lda buzilgan vaqtida, havo havas aralashgan vaqtida bu olimlarning orzusi ishqashmay qoldi. Bular siyosiy mustabidlik avjagan davrda qaysi davr olsun siyosiy mustabidlik ustunlikni egallab ketsa bu olimlarning orzusi ishqashmaydi. Bu bir shakl. Ikkinchi bir shakli bor. Hem olimlarga erishadigan rahbar ikkinchi shakl. Yuqorqisi ikkili fazilatni birlashtirgan. İlmiy qobiliyatmi bor, ilmiy yetakchilik va ijro etadi. Ikkinchi birisi olimlarga erishadigan rahbar. Ya'ni buningda bu yetakchining yoki jamiyat boshqaradigan, yoki tashkilot boshqaradigan, hatto davlat boshqa bir yetakchining ilmiy qobiliyati bor. Lekin ilmiy qobiliyati to'g'ri bo'lsa, ammo jamiyatni idora qilish, boshqarish maharati yuqori bo'lganligi uchun jamiyatni boshqarishga yuqori maqom yoki yuqori yetakchilik buningga tabi bo'ladi. Nimish qaz aql ortiqchiligi bor. Xo'sh. Bu deganlik mutlaq podshohlik yoki mutlaq hokimlik bo'lamiz yo'q. Xo'sh. Bu ikkinchi xil shakl. Saylab chiqildi yani. Saylab chiqildi, o tanlandi. Ammo uning atrofida, uning yo'l ko'rsatadigan, uni yo'l sizib beradigan, maslahat beradigan olimlar bo'ladi. İlmiy yetakchilar bo'ladi. Har xil sohada. Har xil sohada, faqatlam islomiy, diniy sohada emas, ijtimoiy, siyosiy har xil sohada. To'g'ri olsa qo'llaydi, to'g'ri maqab qolsa darhol tuzib turadi. Endi bu hokim yoki bu rahbarmi avlaninki sizqidan halqib o'tib mustabid qilib, "Mening deganim rost" deydigan bunday yeramiz. Ular nima deb yo'l ko'rsatsa, uning yo'lini tutib maqadi. Xo'sh. Qur'oni Karimda bu vaqtimi nəhayət güzel bir ko'rsatmalar bor. Rahbar qanday rahbar oldu olsa Qur'oni Karim bir seninki vaqaning bayon qilib, "Ya ayyuhal mala aftuni fi amri, ma kuntu qatiyatan amran hatta tashhadun." Bu Bilqis, bir podshohninki, bir rahbarninki vaqaligini bayon. Bakani hikoya emas, buni ibrat e'lon deydi. Bu podshoh deydiki, xalqim, ya'ni atrofidagi aqsoqollari, vazirlari, ministrlar deydi. Sizlar maslahat beringlar. Fikir bo'linglar dedi. Qanday qilaydi? Sizlar hammamiz o'rtaq fikr kelmaguncha men buni kasb bilan ishtirok qilmayman dedi. Demak, bir rahbar bunda bo'ldi. Rahbar shura bilan ish qildi. Rahbar kengash bilan ish qildi. Mustabidlik qilmaydi. Qur'oni Karimdagi aniq ko'rsatmasi. Boshqa nurg'un oyatlar bilan birlikda. Bu shakldagi rahbar o'zida garchi ilmiy qobiliyati ham bo'lsa, lekin yetaklash maharati bo'lganlikdan bu olimlarning ilmini qo'shdi. Har soat mutaxassislarning maharatini qo'shdi, fikr egallarining fikrini qo'shish orqali taxamma bu kuchli bir hokimga aylanadi. Bu orqali chiqarilgan qarorlar mustabid bo'lmaganligi uchun o'rtaq qaror chiqqanligi uchun qarorni to'g'ri chiqadi, boshqalarni o'ziga jalb qiladi. Demak, bu ikki xil shakldan qaysini qo'llansa, ikki sifat bir topilib qolsa, tax yaxshi. Agar topilmay qolib qolsa, rahbarligini qilaveradi, ammo atrofida ilm odamlarini, kasbiy odamlarni, aql egallarini atrofiga dum qilib qarorni bu asos olsa, ya'ni bu sog'lom bir rahbarlikninki shakli bo'ladi. Xo'sh. Rahmat. Endi shu yuqorida tilg'anib o'tilgan shu Xulafoi Rashidin. Bulardan keyin islom tarixiga qarasak, bugungi kungacha tarixda nurg'un bu ulamolarningki rahbarlarga, hokimiyatdagilarga ergashmaslik masalasi haqida. Hatto nurg'un ulamolar asla sultonlarning saroylariga bormaydigan. Ishi bo'lsa mening qashim kelish kerak deb. Bu ashunda o'tgan nurg'un ulamolar bo'lgan edi. Buning har xil fikrlar albatta bor edi. Bu nuqtada shu olimlarning rahbarlarga ergashishi to'g'rimi, xatomi? Bu siltamashak. Yani olimlar rahbarlik ergashmasi mutlaqo yuqori qo'shish ergashishi bo'lsa, ya'ni ular to'g'ri yo'lda boramiz, sizlar fikr versangiz olamiz, yo'l ko'rsatishni tutib boramiz, o'rtaq ish qilaylik. Birisi rais bo'ldi, ya'ni birisi muavinlar bo'ldi bugun zamon tili bo'yicha. Ya'ni birisi kengashning boshlig'i bo'ldi. Masalan, rahbar davlatning boshlig'i bo'ldi, yoki tashkilotning. Yana birisi shuroninki boshlig'i bo'lib, tangmanda apmansa, bu ishninki to'g'ri bo'lgani. Ammo unda bo'lmay bugunga o'xshash hokimiyatning mutlaq ko'p qismi mustabid, kengash yo'q bunda holatda.
bir ulamo bo'lgan yoki ilmiy yetakchi bo'lgan odamningki mutlaq ergishib ketishi nega ilib bordi yo to'g'rimi xatomi degan bir savol. Ham olim bo'lgan odam uning ko'rsatmasi yoki bergan maslahati yoki fatvosi e'tiborga ilinmasa, xo'sh, hech qanday bir kuchga ega bo'lmasa, bu odamning rahbarlarga ergishib yurishi, qaysi bir rahbar bo'lsin, men siyosiy soatga rahbar bo'lsin yoki jasoatga rahbar bo'lsin yoki ijtimoiy soatga bo'lib qolsin, olimning fatvosi ilinmasa, garchi sog'lom fatvo, maslahat ilinmasa yoki uningki ko'rsatmasi ilmay qolib qolsa, bu olim ta'tu yo'lga kirib qolgan bo'ldi. Xato yo'lga kirib qolgan bo'ldan ulamolik maqomi yarashmaydigan xato o'rin turib qolgan. Bu yerda hal chekinish lazım, chiqib ketish lazım. O'zining ko'z qarashi ilinmaydigan, ko'rsatma bersa e'tiborga ilinmaydigan, so'zi boshqalar tarafidan hurmatga ega bo'lmaydigan, garchi Qur'on sunnatning ko'rsatmasi bayon qilsa-mi, bunday yadim olim chiqib ketishi. Agar turib qolsa, bu xato yo'lga kirib qolgan, ta'tu yo'l tutgan bo'ldi. Bu xil turda yuqoriga o'xshash. Ya'ni mutlaq ergishib qolgan bunday bir ahvolda bu o'rnak mayli davlat bo'lsin, mayli bir jamiyat bo'lsin, mayli tashkilot bo'lsin, eng nachar o'rnak hisoblanadi. Xo'sh. Ya rahbarning degan hisob o'limaning e'tibori yo'q, olimniki yoki ilmiy yetakchiniki. Uning so'zi nim qilinmaydi. Bu rahbarning degani to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, shuni dumboq chep birdan tankash qilib birdigan bunday ahvol bo'lib qolsa, bu eng nachar o'rnak buningga ilmiy yetakchilar yaqin kelmaslik lazım. Bugungi islom dunyosida bir qism ulamolar deb jamiyatda qurib olganlar. Olimlar yaqin kelmas. Ba'musba hukumatning mollalari bor, hamma yerda bor. Xuddi Xitoyniga o'xshash, qo'yganga o'xshash, arab dunyosining ko'pinchisi bor. Bir qism parlament deb atalganlar bor. Bir qism muftilar bor. Bularning qilgan ishi haq bor, xato bor deb aniq qo'yilmaydi. Yoki islomning ko'rsatmasi aniq qo'ymay, hokimiyat nima desa, to'g'ri bo'lsin, xato bo'lib qolsa, shuni dumboq chaladi. Bu xatomiz xato buningga ulamo yoki ilmiy qobiliyatga yoki ilmiy sifatga odam yaqin kelmaslik lazım. Bu to'g'ri emas. Xo'sh, xo'sh. Ba'zilar hech bir shaklda siyosat deydigan narsaga qat'iy aralashmaylar. Yaqin kelmaydi. Cho'ng huquqlar berilsin tariximizga qarasak, masalan, sen bir davlatningki bosh qoziligini sana berdim, sen shu qozi bo'lam. Uning oldiga nurg'un millat hamda kishilar dardini aytib kelgandan bosh bugungi bosh sotchi ham dedim hamda. Ashunda huquq berilsin rad qilgan ulamolar bo'lganda hamda. Uni ham ikki xil tushunishga tegishli taraf bor. Chunki u bo'lmasa yana birisi bor. Ya'ni uning o'rnini bosadigan nachardan birisiga emas, ya'ni sog'lom birisining qo'li bilan bo'ladi. Adam, ya'ni shu rad qilgan adam ismini tilganmaydi. O'zining fikri ishlab chiqarish, jamiyatni yetaklashga ma qilayotgan ishini qozi bo'lib muayyan doira cheklanib qolishini afzal bo'lganlik uchun yaqin kelmagan bo'lishi mumkin. Yoki bu hokimiyat sohasiga kirib qolsa, men erkinligim bo'g'ilib, o'zimning erkin faoliyatim cheklanib chiqolmaydi. Undan da yaqin kelmagan bo'lishi mumkin. Agar bugunga o'xshash bir mufti bo'lmagan yerda birisi muftilikqa tayin qilsa, yaqinlashmasa, normal holatga vaziyat, ya'ni fikr erkinligi bor, o'zining gapini deyoladigan. Birisi qozi bo'lmoqchi, birisi parlament boshlig'i. Bunday yerda boshqa odam topilmagan chog'da shu odamning kirishi zo'r bo'lib qolsa, vaqt kelish bu ayrim masala. Ammo o'zining gapini o'tkazolmaydigan, ulamolik e'tibori zidiga chiqadigan, Qur'on sunnatdan ko'rsatmasi hurmatga erishmaydigan bo'lib qolsa, u yerdan qochish lozim. Xo'sh. Unda tashkilotda, unda dernakda yoki unda jihat maydon yoki unda qurulta yana bir joyda turmas lazım ilmiy soatga. Xo'sh. Ko'p rahmat, musharat o'tgan. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni o'shada oxirlashtiramiz. Allah ömür verse aldığımızdaki sanda başka bir temada görüşükçe aman buğaçlar. Allah bu sözlenigen mezmullarını doğru düşünüp amel kılışkı nasip olsun da dileyimiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.